Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Yaxshi kitoblar yetakchisi bir kitob bir olam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. Dunyo she'riyatidagi dangli shoirlar va ularning munavvar she'rlari Uyg'ur adabiyoti gulzorligimizni ko'p manbalashtirib, keng o'qirman do'stlarning shundaqla she'riyat havaskorlarining qalb etisini sug'urib, munbatlashtirib, ularning estetik ehtiyojini ko'p qatlamli ma'niga yetib keldi. Bugungi programmamizda biz Farhod Ilyos tarjim qilib tuzgan Şinjan'daki dağınlık yazgıçlarının icari eserleri ve Asallık millet Hanzu til yazıqidagi eserlerini özara tercüm qilish, nashr qilish, pulishtirib kirgizilgan 2 qismli chet el she'rlari nomli kitob haqida suhbat quramiz. Men oldi bilan suhbatimizga qadam tashrif qilgan 3 aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Professor, shoir, adabiy tarjimon Emin Ahmediy aka. Shoir, adabiy tarjimon Jasorat Tash aka. Şinjan Üniversitesi Filologiya institutining magistr aspiranti Abduvali Arshidin efendi. İmka aldığımızda chet el she'rlari nomli 2 qismli nadir she'rlar to'planib turibdi. Albatta chet el she'rlarininki Uyg'ur she'riyatiga bilan bo'lgan uchirish ahvoli, shundaqla Uyg'ur she'riyatiga ko'rsatgan ta'siri va Uyg'ur adabiyotini ko'p manbaga, ko'p qatlamliqqa ega qilishda o'ynagan rolini biz sal chaqlay olmaymiz endi. Biz eng burun tarjim orqali o'qirmanlarimiz bilan yuz ko'rishgan chet elning nadir she'rlari va shoirlari haqida qisqacha bir uchirib berib o'tamsiz. Uyg'ur adabiyoti jumladan Uyg'ur she'riyati o'zining taraqqiyotida haqiqatan dunyodagi har qaysi davlatlarning adab ulamolari, shoir yozuvchilari bilan tarjima orqali uchrashib kelgan. Endi ba'zi bir kitoblar o'z vaqtida she'r bo'lib, masalan Ironning Shahnomasini bizning Uyg'ur adiblar nashri usul bilan tarjima qilib boqqan. Agar deyishga to'g'ri kelsa, shu she'riy asar asli she'r bo'lib tarjima qilingan bo'lsa, biz bilan eng bir uchrashgan chet el shoirlarining she'rlari bo'ladi. Lekin shuning oldi keynida Hojafiz Shirazining g'azallari Züleyxa Begim orqali Farschadan bizning Uyg'ur tiliga tarjima qilindi. Menimcha buni 17-asrda eng burun tarjima qilingan chet el she'rlari deyishga bo'ladi. Uningdan boshqa O'rta Osiyodagi turkiy tilli millatlarning she'rlari garchi Slavyan yoziqi yoki boshqa yoziqlarda bo'lsa-mu, o'zaro tanishlik bo'lg'achqa, buni bizning adiblarimiz, ulamolarimiz, shoir yozuvchilarimiz, havaskorlarimiz azaldan foydalanib kelgan bo'ldi. Endi azoblikning 5'ida bizga mukammal holda chet el shoirlarining she'rlari tarjima qilib kirishga boshladi. Hatto ba'zilarini bizning o'zimizning tarjimonlari ishladi. Alaylik internatsional she'ri menimcha azoblikdan keyin eng dastlab bizga yetib kirgan chet el shoirlarining, ya'ni Irin Potterning she'ri bo'lishi kerak. Internatsional she'r. Uningdan boshqa Slavyan yoziqi orqali Uyg'urcha o'qiladigan bo'lib, bizga kirgan Rossiyaning Pushkin, Lermontov qatorliq shoirlarningki she'rlari. Har qaysi respublikalardagi boshqa millatlarning shoirlarining she'rlari kirishga boshladi. Umuman o'tgan asrning 60-yillarning oldida Uyg'ur adabiyoti zo'r bir turkumdagi chet el shoirlarining she'rlari bilan uchrashdi desak bo'ladi. Demak, chet el she'rlarininki Uyg'ur adabiyoti bilan uchrash ahvoli bu bir an'anaga ekan. Bu qandaqdir tunigim bugun bo'lgan ish emas. Bu bizningki qadimgi adabiyotimiz, klassik adabiyotimizdan boshlab hozirgi bugungi zamon adabiyotimiz tutashgan bir tarafdan. Jasorat aka dunyo adabiyoti she'riyat munbirida chaqnab kelayotgan zo'r ko'p sondagi bir qism shoirlar va ularningki she'rlari Farhod Ilyos efendi tuzgan chet el she'ri nomli shu to'plamga kirgizilibdi. Siz endi shu to'plam kirgizilgan shoirlarni va ularning she'rlarini keng doiralik, ham bir qadar vakil xarakterlik ega deb qaramsiz. Bu to'plam Farhod Ilyosning 20 yillik ajri orqali yo'riqlikka chiqqan. She'r tarjima qilishning qiyinligi, yana kelib bu to'plamni bir odamning tarjima qilib tuzganini nazarga olganda, bu to'plamni Farhod Ilyosning
zo'r ijodiy amgiki deyishga bo'ladi. Hamda to'plamda 148 shoirning 621 bot she'ri. Mush 148 shoirning ichida 10 shoir Nobel mukofotiga erishgan. Chet el she'rlarini bir qadar keng doirali vakil xarakteri qilib tunishtirish uchun oz degandimi 15-20 ton kitob chiqarishimiz to'g'ri keldi. Chunki chet el she'riyatida iqimlar intayin ko'p. Har qaysi alladiki shu iqimlarning vakillari ma'noyat ko'p. Ya'ni kelib bu iqimlar chet el she'rlarining umumyuzlik ahvoli faqat u zamonaviy she'rlar, ya'ni hozirgi deyilyapti modernistik she'rlarning o'z ishiga qolmay, ya'ni klassik, an'anaviy she'rlarning o'z ishiga oladi. Endi bu kitobga kirgizilgan mutlaq ko'p qismi yangi she'rlar, ya'ni modernistik she'rlar ko'p qismi. Bir odamning o'zi yolg'iz mushundaq ishni qilganning o'zi katta ish. Demek hem de müşnak bir iki tomluk müşnak bir keng hacimlik bir şiirler toplumununki ana tilimizga pasahat bilen öğretişinin özü yanıla okurmanlarımız bilen dünya edebiyatını yakınlaştırdıgan kalp ricisini özüre çıngıtıdıgan ma'lum bir manevi vasıtılıkine boylayma. İmkansız bu çetel şiirleri namlı iki tomluk kitapınki muharririkensiz. Ondakta şu çetel şiirleri namlı bu kitap bu şiirler toplumu mezmun, uslub, kurulma ve til yıkının asli icadiyetke qanchalik darajada yiqilishi algan. Xalq uzoq mezgillargacha dunyoda adabiyot nazariyat sohasida she'rni tarjima qilishga bo'lmaydi degan bu nazariya hukmron o'rnida turdi. Bakmi qattiq o'tirib qo'yildi. Lekin she'rni tarjima qilishga bo'ladi degan bu so'zmi ashlarga dalma-dal muqobil holda davomli o'tirib chiqib turdi. Tarjima qilishga bo'lmaydi deganga qaramay nurg'un munavvar she'rlar chet ellarning har qaysi shoirlarning qo'lidagi munavvar she'rlar, hatto elimizdagi Xansu adabiyoti va osonlik millatlardagi munavvar she'rlar, har qaysi kitoblarning ichiga kirgan she'rlar hammasi Uyg'urcha tarjima qilinib turdi. Xuddi tog'da yo'lbars bağlıqını bilib turib, qat'iy niyat qilib shu yo'lbars taqqa chiqqan botirlarga o'xshash bizning Uyg'ur tarjimonlarimiz tarjima qilishga bo'lmaydi degan gapni anglagan turug'liq, yana qo'rqmasdan shu chet el she'rlarini tarjima qilib baqdi. Natija qozondi. Bizga ko'p kitoblarni taqdim qildi. Chet elning qadimdan tortib toki yaqinqi davrgacha bo'lgan klassik shoirlarning eng fasohatli yozilgan asarlarini Uyghur okurmenleri bilen yüz görüştürdü. Ferhat Uyas'ın bu kıtım tercüme kılıp tüzgen chet el şiirlerine kelsek, umu şiirini tercüme kılışkı olmaydı diyen bu nazariyani bilgen yada. Lekin umu çokum bunu tercüme kılış gerek diyen niyette çın turup 20 yıl ecrisini dedi. Ben başına okup çıktım. Şiirinin tercümesi nisbeten meyli asıl tilden tercüme kılınan olsun, meyli Xansuç arkalık tercüme kılınan olsun, birer işki gapning qo'shilib qilishi yoki birer ishki so'zning yo'qolib ketishi buningga hech kim aritilmaydi. Nimishga deganda she'rda tarjima qilingan narsa xatning yuzaki ma'nosi emas, balki shoirning demoqchi bo'lgan eng chunqurlikdagi fikri, she'rning ichidagi vazni, shu lirikning kishining qalbini sizili keltiradigan tarkibiy qismi bo'lg'achqa, biz lirik she'rlarni tarjima qilganda yuzaki holda xat qo'ng'ishib, o'lik surat tutayotgandek tarjima qilishdan intayin hazar eylaymiz. Ferhat Uyas shu chet el shoirlarining she'rlarini tarjima qilish jarayonida ham asliga sodiq bo'lish, mazmunni taltoks ifodalab berish, ham o'qigan chog'da xuddi Uyg'ur she'riga o'xshash ravon o'qiydigan go'zal qilish, uning badiiyligiga kafolatlik qilish bo'yicha bu she'rlarni bizga taqdim qildi. Qadrli ko'rgan do'stlar, chet el she'rlari nomli ikki qismli bu she'rlar to'plamininki tarjimoni shoir Ferhat İlyas Efendining shu tarjim amgiga yo'shirilgan qandaq yurak sirlari bor. Buni avtorning og'zidan bir anglab qo'yaylik. Men de dunyo adabiyotida ishlayotgan mezgilda shu chet el she'rlarini tarjim qilishga endi ahamiyat bergan. Shu vaqtda bir turkum yoshlar
hem pişkadan şairlar, edebi tercümanlarının kat çatal şiirlerini nurgun hem de her bir sanığı deydik ülgütüp şu şiirlerini tercüme kıp imkan hem de. Şu vakta ben şunda bir toplamını işleş, yani birisi işte bir sistemi şekli keltirip çatalniki her kaysi iqimleri, her kaysi devirleri, her kaysi devletlerindeki şairlerdeki şiirlerin bir sistemi silip tercüme tonuşturuşun ehemmiyetine bir tonut etkendim. Şu vakta ben bir Təşrif qədər bir yarlanğan yürək dep nefes bir toplam işlegendim. Bu çatal şairlerinin şiirlerini. Keyin men Mart neşriyatıga ötkülüp kelgendikin, bu yerden davamlı aşı şiirler olsa ben tercüme qilib bermende. İşte hersikə bazı çatalın şiirleri var. Şu mezgilde mi şu çatalın şiirlerini bizniki hem de bu şu. Bu türler ayırıp hem de her bir kıtalarının ya her bir devletniki ya her bir hem de iqimlar için işte tanıştırışniki nait hem de ehmet kişiligine hem de şimdi oylap yetip şundan başlaganda hem de hazırgıça bir 20 yıldak vaqt oldu da muş jarayonda şu sen toplagan şiirlerini tercüme qilib hem onunla yandaştırıp bazı şiirlarniki bazı düşündürüşü Abdullah Akıb'daki makallalar ulanın tercümali imkan var bir hem de sistemlik tanıştırışka bir tirişip beqish maqsadida mana bir ishlab chiqdim endi. Dünya edebiyat munbirida şiiriyat eqimlari xuddi faraklab nechalayotgan gullarga o'xshash qadim tartib hozir to'xtab baxmagan. To'xtab qolmayli qolmasdan, yana bu o'z navbatida o'zi xos bo'lgan bir xil şiiriy yo'lni, şiiriy fikrni va şiiriy uslubni, shundaqla bir şiiriy kayfiyat, shundaqla bir eqimni yaratib, hozirgacha dünya edebiyatı sohasida alayda bir xil bir alayda bo'lgan bir ma'naviy hosil sifatida o'zininki qimmatlik ta'sirini saqlab kelyapti. Abduvali. Mush nuqtadan qaraganda siz dünya şiiriyat munbiridagi danglik ba'zi bir edebiyat şiiriyat eqimlarini, shunaqla ularningki vakillarini bir misol bilan sharhlab o'tamsiz. Hamda dünya şiiriyatidagi turli şiiriyat eqimlari deganda bizning ko'z oldimizga eng avval keldigini modernizmlik edebiyot hadisdir. Bu modernizmlik edebiyot degan gap qandaqdir? O'zi yakki yegona holda mavjud turgan ayrim bir edebiyot hadisi bo'lmasdan, bu balkim realizmga va romantizmga qarshi holda maydonga chiqqan simvolizm, imagizm, ifodizm, dadizm, kelgishizm, halqim realizm va bema'nichilik, qora yumor qatorliq shu barliq adabiy eqimlarning o'rtaq nomi deb qaraladi. Ham bular ichida eng muhim o'rin turdigini, ham shu modernizm adabiyotining turi deb qaralgani yana simvolizm şiiriyatidir. Hamda bu simvolizm şiiriyati eng avval shu Fransiyada barliq kelgan deb qaraymiz. 1857-yili Fransiyadagi shoir Botler o'zining Razillik guli nomli she'rlar to'plamini e'lon qilgan. Hamda mana shu Razillik guli meningcha simvolizmning boshlangan shu nuqtasi deb qarash bo'ldi. Shu Botlerdan keyin Verlin deymiz, Rimbaud, Mallarmi, mana shular izchil holda shu simvolizm she'riyatini taraqqiy qildirib, yuqori bir bosqichga yetkazib, bir muntazam sistemlik bo'lgan bir şiiriyat eqimiga aylantirgan. Bularning güzellik shu to'xtalganda, güzellikda g'ayet qizg'inlik bo'ladi, azob bo'ladi, azroq g'uvoliq bo'lish kerak. Insonni tasavvur, o'ylarga bog'laydigan mana shunday narsani bir güzellik deb qaraymiz deb qaraydi. Masalan, Verlinning she'r san'ati, Yeshil yo'pirmoq, andikin nimaning Rimbaudning Mahkama, Do'zaxdagi bir fasil, Mallarmining Patilayning tushdan keyin degan shu asarlarda yuqorqi alayliklar, shu simvolizmning yuqorqi alayliklari aynan o'z ifodasini topgan deb qarash bo'ldi. 1912-yil kelganda amerikalik shoir Ezra Pound imagizmlik she'riyat harakatini maydonga keltirdi. Qanday bir eqim maydonga kelgandan keyin u yakkalt mavjud bo'lmaydi, hamda u atrofdagi boshqa adabiyot muhitiga, adabiyot qo'shuniga ta'sir ko'rsatgan gap. Mush ta'sir hamda bir daraxt shoxlagandek shoxlab, nurg'un iqimlarni, şiiriyat hareketlerini, ideyi cihetdeki hareketlerini meydan kaldırsın. Cesaret Akka Chat El Şiirleri namlı iki kısımlık bu toplamdaki şu tercüm ameliyeti ve şu atalgı meselelerde, şunaklı şiiri fasahat meselelerde Abdur'un bilip bilmek teklif koygan noksallarını esqala aldınız mı? Tercümede hissiyatını, fikrini, ideyani ifadelep beriş mümkün. Ama söz işletiş cihetteki haslıkını ifadelep beriş asasen mümkün emas. Chat el şiirleri degan bu kitap kirgizilgan şiirlarning hanzu sistemi asasen buni hanzu silishtirib bakmagachqa bular qanday xatoliklarning borligini
Bayqın. Ama bazı söz işleyette gidip kalgan azırak bir taraflar var. Kitapның 324 bitideki unutilib ket azaplarını degan misradiki unutilib ket degan söz joyida ishlatilgan. Unutilish degan söz unutish deganning mavjudiyati. Şoňa bu misra unutib ketgan azaplarını deyilgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Yana 334 betde Yogo'nun Fransiya degan she'ri bor. Bu Fransiya deyilgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. 719 betdeki qo'ng'iroqdek yorqin ovozing degan she'rda yorqin degan so'z joyida ishlatilgan. Siz seni imdab ishlatsa to'g'ri bo'lmaydi. Ovozni yorqin demaymiz. Jarangliq deymiz. Yana kelib uning oldida qo'ng'iroqdek degan gap bor. Qo'ng'iroqdek yangroq ovozi desak bo'ladi. 788 betdeki bo'lsam deyman lavuldigan yavoyi o't degan she'rdagi yavoyi o't degan atalg'u joyida yasalmagan. Buni kontekst qarab lava, yong'in, o't deb olsak bo'ladi. Bu misrani bo'lsam deyman lavuldigan qayerlik o't deb olsak bo'ladi deb qarayman. Yana 606 betda Qarang'uliq qasidasi degan bir she'r bor. Qarang'uliq qasidasi. Menimcha buni zulmat qasidasi deb olsa yaxshiroq bo'ladi. Chunki zulmat degan so'zning qarang'uliq degan so'zga qaraganda adabiyat sal quyuq. Ma'noda aytsin kengroq. Adabiyat ise ham siyosat sal quyuqroq bo'ladi. Men bayqagan savalliklar mushu. 621 parcha she'rda bunchalik savallikning bo'lishi hech qancha ish emas. Uruguaylik dаңlıq adib Angel Raman'ınki mındaq bir gep esimde var. Dünyadaki her qandaq büyük edebi icadiyatning hammasi milli an'ana bilan dunyoviy ta'sirlarning keskin nuqtasi turdi degan gapi. Mush nuqtadan so'rab baqsam abdi bilasizdan chet el she'rlari nomli bu to'plam keng o'qirman va she'riyat havaskorlariga nisbatan bu she'rlardan zo'q elish, bahrlanish, dunyoni tushunish va nazar doirasini kengaytirishda qandaq ilmiy qimmatga ega. Suriyalik shoir Edunus she'r to'g'risida bunday bir gap qilgan. Ya'ni she'r g'arbdagi allarga nisbatan u bir xil madaniyat, bir xil kulturdan derak bersa, sharqdagi allarga nisbatan bu she'r yashashning o'zi, hayotlikning dal o'zidir deb qaraydi. Chet el she'rlari nomli shu to'plamni qo'liga olgan har qanday o'qirman, navoda u o'qirman o'sha she'r o'qishining qanday bir an'anaviy ma'nodagi bir muntizim aniq bir javobga erishish emas, balki she'r o'qishning o'zi qanday bir yana bir yangi bir savolga duch kelish ekanligini tunib yetgan o'qirman bo'lsa, buningdan cho'qim quruq bo'l qolmaydi deb qarayman. Biz mushu chet el she'rlari nomli mushu ikki to'plamning ichidagi she'rlar qaraydigan bo'lsak, buningda yaqin zamon g'arb dunyosining ro'yjatdagi bir xil yimirlish, esangirash, tingirqash, mushu ichki jihatdagi dilg'onlik, mushu jihatdagi alayliklarni azur ko'pir his qilib yetalaymiz deb qarash bo'ldi. Omlashtirib aytilganda, mushu chet el she'rlari nomli mushu she'rlar to'plamini qo'liga olgan o'qirman va she'riyat havaskorlari meningcha chet el shoirlarining nazaridagi dunyoning qanday ekanligi, koinotga ular qanday qaraydiganligi, mushu jihatlarda tarbiyaga ega bo'lib qolmay, eng muhimi o'ziningmi tafakkur jihatdagi mushu mo'lliqni she'rlar orqali bayon berishga buning foydasi bo'ladi deb qarayman. Ondaqda chet el she'rlari nomli ikki qismlik she'rlar to'plamining mas'ul muharriri Voyitjon Osmon akaninki mushu kitobni tayyorlash davomida his qilgan qanday yurak so'zlari bor. Ko'rman do'stlar, bu yurak so'zlariga quloq solib baqsanglar. Men tarjimon Parat İlyas'nınki 20 yıldan artıq tercüme emgiginin neticesi bo'lgan mushu chet el she'riyatidan namunalar degan kitobni o'zim intayin huzurlanib tayyorlagan bir kitob hisoblayman. Bu kitobni es qilganlarimni tuvandagi bir necha nuqtaga yig'inchoqlayman. Birinchisi, bu kitob dunyodagi dаңlıq shoirlarninki, bo'libmi necha yuz yillik shoirlarninki namunlik asarlariga kirgan bir kitob hisoblanadi. Ondan başqa bu kitobga har qaysi allardagi dаңlıq shoirlarninki she'rlardan boshqa tarjimalarni birlashtirib kirgizilgan, hatto bir qism she'rlar to'g'risidagi izohatlar, tushunchalar qo'shimcha qilib berilgan. Ikkinchisi, kitobga kirgizilgan shoirlarninki qaysi iqlimga, qaysi davriga
qandaq uslubqa tava ekanligi izohlangan. Uchinchidan, bu kitobning o'zi Uyg'ur tiliga tarjima qilingan chog'da she'rni tarjima qilishninki uslubini o'zida namoyon qilgan. Shunga chiqamda she'rga havas qildigan Uyg'ur she'riyatiga ko'ngil bo'ldiganlarning o'zi bu kitobni cho'qim bir qatim o'qib chiqishga tegishli. Buni ham huzurlanish nuqtasidan, ham tadqiq qilish, ham o'rganish nuqtasidan o'qib chiqishga tegishli deb qarayman. Emin aka, biz g'arb she'riyatidagi modernizm eqimi, ya'ni ang eqimidagi she'rlarning bu chatal she'rlar nomli ikki qismli to'plamda xil bor ekanda, ang eqimiga yotadigan she'rlar. Undaqda sizdan so'rab baqim keladi, bizningki qadimki adabiyotimiz, ya'ni klassik adabiyotimiz va xalq eg'iz adabiyotimizda ang eqimning ifodalari bormi? Nima degan bu so'z bizga bir nazariya tariqasida chet eldan 70-yillarda kirib keldi. Buni bizning ba'zi yozuvchilarimiz doğrab yazıp baktı. Hikaye, postlar yazdı, şiirler yazdı. Lakin bizim devletimizde en ahir hesapta bu biz devamlı kolunuşku bulunduğun icadiyet uslubi tariqasida kabul kılınmadı. Bu ahval Uygur cemiyetinin şiirine nispeten doğan ahvalık okşaş oldu. 1987-88 yılları baya Abdüveli oturup koygan ekimler, bulup mu modernizm ekimi doğrusunda nurgun talaş tartışma oldu. Bu cereyanda Uygur şiiriyetimi xil ekimlerini baştan göçüydü. Gungan bulup baktı, avantgardın bulup baktı, modernin bulup baktı, yeni şiirlerin bulup baktı. En ahir mezgilde yana izgi düşüp, yalnız Uygur şiiriyetinin eneni uslupları boyunca özünün fikirlerini erkin, ravan oturup koyduğun müşkül halet şeklini batıda. Yani bu ahval burun mu boğan mı deyilgende biz Navai Hazretlerinin gazellerini okuğa vaktimizde mi? İntayın mevhum, gunga boğan, estayidil oylanmışsak tek boğulup bulmaydıgan misralarını ve bir bütün şiirlerini görmüş. Şu ulanı ki özünün şu fikirlerini açık aşkar oturup koyamaydıgan ahvalası da başkası ifadeleş usullerini kollanıp gunga halda, yüşürün halda bir xil özdeki mevhum boğan ang şekli boyunca ifadilgen yeri intayın köp. Bu az emas, bu intayın köp. Biz Navai'nin gazellerini okusak, yaki Meşrep'nin hiç bulmaganda gazellerini okusak, yaki biz Zelili'nin gazellerini okusak mı? Biz ularda şu hazır biz davatkan neslerinin şu vakitteki şair edip ölümalarının kallısında bağışkenliğini his kılmış. Amerikalık insan şuna Morgan'ın şuna dedi. İnsanlığın menbeyi bir. Gerçi akıl faraset cihette her kaç ahali Türk'ün birbirinden azdı kötü fark kısmı. Lakin tarihi terakkiyatının malum baskıçı bağında bir sıkıgan işini yani bir sim kılalaydı dediğin bir muhim gibi var. Bu getini ben pek yaxşı görme. Yani biz fakat müşküller kelgendiler bizim Uygur ediplerimizde andın an ekimi yaki modernizm barlık kelgen. Onundan burun bunda gunga mevhum nesler yok diye bek açık yazgan dese biz ondan açık yazılgan şiirlerini aldıra tapamayız. Klasik edebiyatının en ahlik vekili boğan Molla Bilal'ın gazeliyat kıtersek yani intayın köp mevhum muş intayın gunga guva neslerindeki köpüşkenliğine şairinin şu vaktideki özünün beşiği düşken dişvarçılıkının intayın mı yaman özünün yaman küllek kağallıkını biz his kılalayız. Bunun dinki Abdülhalik Uygur'dan başlayıp ta hazır kadar bu bizdeki ikinci katımlık barmak vezninden bulduğun şiirler yenilmiş oldu. Şimdi mesele bayıkır gibim biz okurmenlerini kançılık tayarlat kuzda okumuş işka. Biz neziriye cihetten ve başka tahlil cihetten çetel şiirlerden birini okuganda yani bir dünyanı köreleyimiz ya ki çetel şairlerinin tefekkür usulünü biz bilerleyimiz diye mesele kadar biz özümüz cemaatki qanchalik tayyorlik qilib berdi o'qigan narsa bizni kam bo'lib qoldi. Bizning o'qirman jamoatimiz mi? Bir chet el she'ri orqali yoki bir chet elning bir shoiri orqali dunyoni boshqacha bir nuqtadan kuzatib beqishga intilanmay qolgan yerlarimiz mi? Bor. Shunga biz madaniyatlik bir rayon bo'lamiz. Zamonaviy madaniyatni yetakchi qilamiz da'vatganda bu zamonaviy madaniyat biz da'vatgan
bütün dünyanınkini öz içine aldı. Ben işinemenki hem de Ferhat İlyas'ın şu toplamı arkalık varlık gelgen bir icadiyet kızgınlığı ve tercüme kızgınlığı çokum Uygur şiiriyetini yeni miyivler bilen temin etip bilerleydi. Demek bizninki klasik şiiriyetimizde olsun, mayli xalq edebiyatımızda olsun, demek bu an eqiminin ifadesi esalında var, yanılık emas degan gap. Masalan, adil bir misalni alaylik. Masalan, klasik edebiyatimizdagi mesela yar obrazi, buna yüksek bir imaj bu. Bunundaki ışık meselesi bunundaki. Bunundaki gül, bulbul meselesi. Bunun hemmesi de bizlerki ma'nisiga aldirib shunga bulanmaydigan bir yuqori estetik qiymatga ega bir simvolik bir imaj bunun jilvelanib turdi-da. Jasorat aka dunyo she'riyatidagi munavvar namunalarni ona tilimizga o'rish Uyg'ur o'qirmanlar bilan uchrashtirishning o'zi Uyg'ur she'riyatini yuksaltirish va dunyo adabiyoti bilan yaqinlashtirishda qanday ijobiy ahamiyatga ega. Har qanday bir millatning adabiyoti ijodiy asarlar bilan tarjim asarlar tang mavjud bo'lganda haqiqiy mukammal adabiyot bo'ladi. Bir millatning adabiyotida tercüm eserinin şu millet edebiyatıga görsüdüğün tesiri türkülük rolüne bu ama adam orada. Şunu o zor türkülük rol oynar. Şuna dünya şiiriyetiki namunlarını tunuşturuş, Uygurlarla tunuşturuş, bizning Uygur şiiriyetini güllendiriş, rivojlantirish, dünyadaki yıkımlar güzlendirişte o icabi ahmet iyi oldu. Bunda rol har qanday millatning adabiyoti. Masalan, bizning Jungoning adabiyotini alaylik. Bizning Jungoni misol olsak, 4-may harakatidan keyin, Jungoda chet ellarning she'rlarini, shunda munavvar she'rlarni tarjima qilish qizg'inlik xilli bo'lib ko'tarilgan. Shu chog'larda Liangzongday, Gomoro, Tuan, Bingxin, Lushin qatorliqlar she'riyat tarjimachilik bilan shug'ullangan. Hem de Uygur şiiriyeti mi? Bu cihatta Hanzu şiiriyeti, dünya, chet el şiirinin tesirde azrak terakkiyatlar. Dünya şiiriyat munbiridagi nadir şiirlarni o'qish ve ular bilan tanışış, bizning ma'naviyatimizni, bizning qalb olimimizni texmi yuksaklikka, texmi oliyjanoblikka ve cheksizlikka yuzlantirib, bizningki dunyo adabiyot miroslari bilan yakından tanış fursatiga ega qiladi va bizni davomli o'zimizning tafakkur ustida, tafakkurimizga chetilayotgan masalalar ustida davomli o'ylanishga yetaklaydi. Qadrli ko'rmanlar do'stlar, bugungi suhbatimiz mishad oxirlashdi. Nodir lirikalar hammamizga ro'y o'ziq bo'lg'ay. Xayr bo'lsin.